samimiy tushuntiradigan video qilib beramiz. Tilda anatomический, ortopedический deymiz. Bugun xalqimiz tushunadigan tilda gaplashamiz. Bizdan olib ketgan matrasini kerak bo'lsa 2 barobar biz garantiya bermay sotgan matrasimiz, garantiya berib sotishadiganlari bor. Matraslarni tanlashni o'rgatib qo'yaman. Endi u tashqi tomonda material turgan bo'ladi. Klient qayerdan biladi? Prujinasi zichmi, zichmasmi? Mabodo endi aldab sotayotgan bo'lsa ham, haqqoniy sotayotgan bo'lsa ham buni aytishga majbur bo'ladi. Ya'ni 1248 da ishlatilgan prujina ishlatilgan matrasni hali boshqa sexlarda o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q. Yoki bozorda ham ko'rganim yo'q. Bo'lsa 704 dona prujina ishlatilgan matrasga 3 yildan 5 yilgacha kafolat berishayotganini eshitdim, ko'rdim ko'zim bilan. Xizmat qilish muddati shu 15-20 yil xizmat qiladi. 15-20 yil xizmat qiladi. No sizlar 7 yilgacha kafolat berasizlar. U ham o'zidan alohida turadigan prujinalar bo'ladi. 850 ming dollarlik. Lekin bolalar uchun ayni o'sha umurtqalari yumshoq bo'lganligi uchun juda ham qattiq emas, yumshoq emas matras bo'ladi. Normadagi matras. Normadagi matras. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlarga aytilgan mavzu, ya'ni matras tanlashda bo'ladigan xatolar. Agarda siz matras tanlashda o'ylanayotgan bo'lsangiz, qanaqa matras tanlashni bilmayotgan bo'lsangiz, xudo xolasa bugun mana shu videoda o'zingizlarga yechim olasizlar. Bu bo'yicha mutaxassis bo'lgan akamiz bor, ya'ni Ulug'bek akam sizlarga hamma narsani tushuntirib beradilar. Tomoshabinlar o'zi nimaga kirgan bo'lsa, o'sha mavzuda javoblarini olsin, yechimlarini olsin. Matras tanlashda nimaga e'tibor berish kerak? Kimlar qaysi narsaga e'tibor berishga shu haqida gapirib bersangiz. Matras tanlashda asosan birinchi rol o'ynaydigan narsa yosh bilan ves, o'sha odamning kilogrammi rol o'ynaydi. Matrasda masalan yoshroq bo'lgani sari vazni yengilroq bo'lgani sari yumshoqroq matras tanlashgani yaxshi. Buni matras ustida gaplashganimiz qulayroq bo'ladi deb o'ylayman. Bo'ldi bo'lmasa, hop, qaysi matrasda bugun hozirgi videoda gaplashamiz. Kim uchun bo'lgan video? O'shani nima qilib qo'yaylik mana. Bu video aytaylik, yosh kattalar uchun yoki uylanmoqchi bo'lganlar uchun yoki bo'lmasa umuman matras tanlashda qiynalayotgan hamma uchunmi? Shunda aytib o'tdik. Endi asosiy segment uchun, masalan, uylanayotganlar asosan yangi matras oladi. Keyin uylangandan keyin 5 yildan keyin qorni chiqib matras cho'kkan bo'ladi. O'shalar uchun undan keyin ota-onasi uchun matras olmoqchi bo'lganlar yoki farzandi uchun, yosh bolalari uchun, umumiy kim matras olmoqchi bo'lsa, shularga tanlashda samimiy tushuntirib beramiz. Samimiy tushuntiradigan video qilib beramiz. Foydali bo'lsa, like bosib qo'yasizlar YouTube'dagi obunachilarimiz uchun deb. Telegramda bo'lsa, o'zlaring fikrlaringni qoldirib qo'yasizlar. Bo'ldi. Ketdik. Hop, Ulug'bek aka, o'zida necha xil matras bor? Necha xil matras bo'lsa ham, ular kimlar uchun mo'ljallangan bo'ladi? Hop, Saidxon matrasning har xil turlari bor, o'zi yumshoqrog'i bor. Endi asosiy tarqalgani yumshoq matras, qattiq matras. Uni biz endi manaqa tilda anatomический, ortopedический deymiz. Bugun xalqimiz tushunadigan tilda gaplashamiz. Ya'ni qattiqroq matraslar bor. Ortopedический matras degani, qattiq matras degani, hozir bizda ommalashgan bitta so'z bor, polartoped degani. Sifatsiz matrasi o'zi u matras ortopedический effekt berib turadi, lekin polartoped bu matras deb o'tkazishyapti. Aslida polartoped matras o'rtacha yumshoqlikda, o'ta qattiq ham, yumshoq ham bo'lmagan matras hisoblanadi. O'zi kimlar uchun mo'ljallangan o'sha aytgan narsangiz? Polartoped matras, ya'ni o'rtacha yumshoqlikdagi matras, umumiy universal bo'lishi mumkin, lekin ba'zi bir insonlar qattiqroq matras yaxshi ko'rishadi. Masalan, ortopedический matras bo'lsa, juda ko'pchilikka universalniy matras hisoblanadi. Polartoped qanaqa endi yosh kichkina bolalarimiz uchun, bolalar uchun, yosh kattaroqlar uchun ham polartoped matras o'ta moslashuvchan va foydali bo'lishi ham mumkin. Hozir keyin anatomический matras bor. Anatomический matras yumshoq matraslar tipiga kiradi. Endi u biz anatomический deymiz, odamning shakliga kiruvchi effektli matras bo'ladi. Hozir dunyo bo'yicha eng tarqalgani shu anatomический matras. Bizning O'zbekistonimizda tarqalgani ortopedический matras, ya'ni qattiq matraslar bizda ko'proq ayni vodiyda yana ham qattiq matraslar ko'proq ishlatiladi. Mana gaznisada ishlatiladigan matraslar bor, bir tomonni yumshoq qilib qo'yishgan. Ya'ni unga memory parallellar, hali uni ko'rsataman video davomida. Odamning shakliga kiruvchi, ya'ni bu matras necha qimmat quchoqlab oladimi deydi-ku. O'sha quchoqlab oladigan parallel ishlatilgan bo'ladi. Shuning uchun unda odam yotganda o'ziga mazza ashusini oladi. Xo'p, qarang endi. Bizni kuzatayotgan obunachilarimiz deylik, kuzatuvchilarimiz matras olishda xato qilyapti. Ularda to'g'risi o'zlari yaxshi bilishadi. Siz ham bilishingiz mumkin, chunki mijozlar bilan ko'proq holatda ishlaysiz. Aynan mana shu holatda mijozlar qaysi holatda aytaylik matras olishda xato qilyapti, qaysi jihatlarga e'tibor berishmayapti? Matras olishda ko'proq narxiga e'tibor berishi, keyin matraschidan olmasligi, через mebelchi orqali oladi. Men o'zim qulog'im bilan eshitganim, shu mebelchilar
bizdan olib ketgan matrasini kerak bo'lsa 2 barobar biz garantiya bermay sotgan matrasimiz garantiya berib sotishadiganlari bor. Endi hammasi emas, endi qaysidir qismda shunaqa qatlam bor. Ya'ni men yana bir narsani aytib o'taman. Bizning o'zbekchilikda shunaqa endi traditsiya bor. O'zi asli to'g'ri ham, shu bizning qadriyatlarimizda masalan spalniga, masalan yotoqxonasiga odam olib kirmaydi. Masalan bir marta olib kirgandan keyin mana matrasi ezilib qoldi. Xo'p 3 yilga yetmadi. Nima qiladi? Yana o'sha matraschini chaqirib, yo mebelchini chaqirib, mana matrasing cho'kib qoldi deyishga hayo qiladi. Buni va bu vaziyatda unumli foydalanadigan sotuvchilar bor, qo'shtirnoq ichidagi. Shu sotuvchilar bundan unumli foydalanadi va matrasiga o'shancha yilga 5 yilga yetmaydigan matrasiga ko'p yillar garantiya berib yuboradi. Aytaylik o'zi matras 5 yilga yetadi, u aytishi mumkin 10 yilga yetadi deydi, to'g'rimi? Matras sotayotgan odam, haligi odam 10 yilga yetargan deb oladi, lekin 10 yilga yetmasa, baribir o'sha odamni olib kelib, mana matrasing yetmadi menga, xizmat qila olmadi deya olmaydi, chunki o'zi aytganingizdek hayo qiladi, to'g'rimi? Ha, cho'kib qoldi deyishga, birinchi yana spalning olib kirish kerak, yana ko'rsatish kerak, mana uylarimni ko'radi, mana matras balki dog' bo'lib qolgandir yoki endi har xil vaziyat, har xil holat biz qadriyatlarimizda buni ko'rsatib olib kirmaydi va bundan unumli foydalanadi bu sotuvchilar. Tushunarli. Shundan ehtiyot, asosiy muammo shunda. Kafolat berilishida, kafolatiga odamlar aylanib qolyapti. Odamni so'ziga emas, uni qilayotgan ishlariga, ichlarini ham agar siz matrasni ichini ham zo'r tushunib olsangiz, sizni birov yedira olmaydi. Kimdan matras oladigan bo'lsangiz ham, foydali o'zingizga yaxshi, sifatli matras sotib olishingiz uchun bugun maksimal harakat qilamiz. Hozir sexda ham ko'rsatib o'taman qolgan jihatlarni ham. Keyin matraslarning yana bir xil turi bor. Matraslar faqat prujinadan emas, prujinali ham bo'ladi, bez prujinli bo'ladi, prujina umuman ishlatilmagan bo'lishi ham mumkin. Undan tashqari bir-biridan alohida turadigan o'ralgan prujinali matraslar ham bo'ladi. Uni ham har xil turlari bor. Premialniy kачествоga ketgani sari o'zi kattalashib boradi. O'zbekistonda ko'p tarqalgani prujinali va prujinasiz hozir, to'g'rimi? Ha, prujinali, prujinasiz, keyin o'ralgan o'sha pampersli prujina ham deyshadi bizda. Shunaqa prujinaliga ham ko'p tarqalgan. Ko'p tarqalgan bor, demak. Endi premialniy kачестводагilari kam lekin. Kam. Yaxshi kачестводagi. Yaxshi kачестводагilari endi klient segmentiga qarab, bu ham oladiganlar bor, olmaydiganlar bor. Tushunarli. Bo'lmasam qolganini sexda yana ko'rsataman. Hozir prujinali va prujinasiz pampers prujina qanaqa bo'ladi, o'zi bu qanaqa sistema bilan ishlashini ko'rsataman. Xo'p, Ulug'bek aka, menimcha ko'rib turibman, bu prujinasiz matras uchun materiallar hisoblanadi. Hop, men savolim shundaki, o'zi prujinasiz matras kimlar uchun mo'ljallangan? Prujinasiz matras hamma uchun ham bo'lishi mumkin, lekin uni qattiqligi, yumshoqligi, havo o'tkazuvchanligi tomonidan keladigan bo'lsak, prujinali matrasda ko'proq havo o'tkazish ehtimoli ko'proq bo'ladi prujinasizga qaraganda. Prujinasiz matrasni shovqini kamroq bo'ladi. Shovqinga ozgina shovqinga ham uyg'onib ketadigan odamlar prujinasiz matras olgani yaxshi, chunki bunda maza qilib uxlaydi bunda. Ha, maza qilib uxlaydi, shovqin chiqmaydi. Endi biz buni asosiy matraslarimda bir narsaga ko'proq urg'u qaratganman. Matrasimni ikki xil funksiyali qilamiz asosan biz. Ya'ni ko'p yil ishlagani uchun, masalan, siz yoshligingizda matras oldingiz, yoshligingizda sizga qattiq yoqardi. Yoshingiz o'tdi, ves orttirdingiz yoki ozdingiz, yumshoq yoqadigan bo'ldi. Bir tomoni mana, пожалуйста, yumshoq matras. Bu ustki tomonidan, to'g'rimi? Bir tomoniga yumshoq qilamiz, ikkinchi tomoniga qattiq. Endi prujinasiz matraslarni tanlashni o'rgatib qo'yaman. Prujinasiz matrasda ham buni zichli razmeri bo'ladi uka. Bir joyga borsangiz sizdan so'rashadi. Qanaqa prujinali matras so'raysiz? Mana sizga uka prujinali matras, prujinasiz matras deb tavsiya qilyapti. Prujinasiz matras tanlashda buni ichidagi mana zichli razmer bo'ladi. Mana masalan, mana shu 22 zichlikdagi paralon, 22. Shuni o'zidan yasab beradigan bo'lsa, bu kelajakda yumshab ketib qoladi. Bu matras o'z holatini yo'qotadi. Uni tagidagi mramorniy paralon mana. Mramorniy paralon. Mana shundan mana. Mramorniy paralon, tasavvur qiling, 22 zichlik qayerda-yu, 85 zichlik qayerda. Bu ancha qalin degani, to'g'rimi? Ancha qalin, ko'p mahsulot ishlatilgan, kilesini ham ko'p ishlatilgan, preslangan va men xabaringiz bo'lsa, men buni Gelenwagenga ham bostirgan videolarim bor, ko'pchilik ko'rdi. Shu videomni ham bostirib eksperiment qilib berganman. Demak, matrasimizni основанияsi mana zichligiga e'tibor berilishi kerak buni. Zichligidan, agar zichligi 85 pilot bo'lsa, siz olsangiz yutqazmaysiz. Bu 85 manova, bundan yuqorisimi? Bu mana shu 85ligi. Mana shu 85ligi. Mashinadan bo'lsa, bu 85ligi. Mana uni 28ligi bor, 22ligi bor, lekin uni yumshab qolish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Yumshab qolsa, o'sha eziladi, hali nima deydi?
o'tirganda o'sha taxtani ustiga o'tirgandek bo'ladi, to'g'rimi? Tayi. Yo, ezilgandan keyin tartibsiz yumshoqlik paydo bo'ladi, kechqurunda maza qilib uxlay olmay qoladi odam. Chunki bel tomoni yumshoq, oyoq tomoni qattiqroq, haligi noqulay yotadi, neudobni uxlaydi, ertalabga turib dam olish o'rniga charchoq bilan uyg'onadi. Tushunarli. Endi men buni bitta qilganman, bir tomoni qattiq, bir tomoni yumshoq bo'lishi uchun bunda mana parallellar ham har xil bo'ladi, buni lateksligi ham bo'ladi. Bu parallelimiz mana o'zida shakl saqlab qoluvchi effektiga xuddi buni jaydara qilib aytadigan bo'lsam, xamirga o'xshagan narsa bo'ladi. Bu odamlarni shakliga kirib oladi o'zi. Buni men internetda ko'rganman, bunday qo'lni bossa, hali quchoqlab oladiganday narsa. Ha, mana shu aynan quchoqlab oladigan matrasimizni bir tomonini yumshoq qilishga xizmat qiladi. Mana sizda boyaga aytganimda, yillar o'tib turib siz yumshoqda yotmoqchisiz, matrasingiz bir tomoni yumshoq, shuni to'ntarib olasiz. Demak, men ozg'in odam bo'lsam, mana shunda yotganim zo'r. Ha, agar vesingiz anaqa, sizni vesim ancha yo'q. Vesi oz bo'lgani sari odamlar o'ziga yumshoq matras tanlashsa, ular uchun foydali bo'ladi, komfortroq bo'ladi. Yana endi u masalan belidagi bo'lgan muammolarga ham qaraydi, faqat vaznga qaramaydi. Belida agar grija bilan bog'liq, osteoxondroz bilan bog'liq muammolari bo'lsa, shunga qarab tanlagani yaxshi. Tushunarli. Bu ustidagi mahsulotni nomini nima dedingiz mana shuni? Saqlab qoluvchi effektli paralon. U o'zbekchasi, inglizchasini aytadi ko'pchilik, memory deydi, memory foam deydi. Mana shu narsa, qarang. Hop, bu narsani, mana bu narsa bilan qo'ymasda sotadigan odamlar ham bormi? Bor. Bizda ham shunaqa modeli bor. Ha, sizda ham shunaqa modeli bor. Ya'ni mana shu narsasiz, aytaylik mana, bu narsasi yo'q, xuddi mana shunaqa holatdagisi, to'g'rimi? Bu qattiqroq bo'ladi. Bu qattiqroq bo'ladi. Bir tomoni yumshoq, har ehtimolga qarshi bir tomoni yumshoq qilib, yumshoqroq qo'yib. Ana shunaqa qilib bitta aylantirib olsa, keyin qattiq tomonini ham. Masalan, ota-onasiga sovg'a qilmoqchi bo'lganlar, matras sovg'a qilib, aynan mana shunaqasidan olsa, deylik, palon pulga olib turib ota-onasiga sovg'a qilgandan keyin qattiq tomonda yota olmay qolsa, mana yumshoq tomoniga o'gir beradi yoki yumshoq tomonda yota olmay qolsa, qattiq tomonga o'gir beradi. Endi bundan tashqari men yana bitta nima qo'llaganman, hattoki qattig'iga solsam ham, mana ichida ham sintefon, ham paraloni bor. 3D qavilgan materialimiz, bu ham odamning shakliga kirish ehtimoli katta bo'lganligi uchun, agar shunaqa materialli matras olganlar ham yutqazmaydi. Hozir biz endi samimiy aytib qo'yaylik, shunaqa 3D materialligi bo'lsa, bu ham havo o'tkazuvchanlik ehtimoli ko'p va odamning shakliga kirib, bu ham komfort ta'minlab berishi mumkin. Shu materialni o'zi ham odamning shakliga kirishi degani aytilayotganida hamma joyga tegib turadi degani. Tegib turadi, ha. O'shanda hali qulay his qiladi, o'zining muskullari dam oladimi? Shunaqa bu tushunarli. Xo'p, yana qanaqa nimalaringiz bor, maslahatlaringiz bor, o'zi nima qilish kerak, qanaqa bo'ladi? Endi iloji boricha havo o'tkazuvchan materialdan olgani yaxshi. Endi ustidan narsa solinadigan matras bo'lgan taqdirda ham unda to'kirish ehtimoli, allergiya chaqirish ehtimollari shunaqa havo o'tkazuvchan, ayniqsa jakart materiallarda kamroq bo'ladi. Ha, tushunarli. Xo'p, Ulug'bek aka, endi buni narxlari qanaqa bo'ladi? Misol uchun, prujinali matras qimmatmi yoki mana shu mashalkali matraslar qimmat bo'ladimi? Sifatli prujinali matrasdan sifatli prujinasiz matras baribir qimmat yuradi. Endi prujinani ham haliga bir xilga o'ralgan pampersli prujinalarning ham qimmati bor. Uni ham hali aytamiz hali videolarimiz davomida. Ular endi narxi balandroq, lekin prujina hozirgi vaziyatda mana solishtirishga keladigan bo'lsak, prujinalidan ko'ra prujinasi qimmatroq. Prujinasi, lekin komforti ham shunga yarasha. Komforti ham shunga yarasha. Tushunarli. Yangi uylanganlar uchun ovoz chiqmasligi ham shuni qimmatlashtiradi narxini. Da, tushunarli. Yo'q, bo'lmaydi. Bo'ldi. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, videoda shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring, biz shundan xursandmiz. Agarda shu joygacha ko'rib, biror bir narsani tushunmagan bo'lsalaring yoki bo'lmasa hali ham qanaqa matras olishlik haqida o'ylayotgan bo'lsalaring, biz sizlarga juda ham zo'r imkoniyat qildik. Ya'ni ekrandagi raqamlarga yoki bo'lmasa pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tib qo'ysalaring, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqib, qanaqa matras olishingiz mumkin, qanaqa matras kerakligi haqida sizlarga to'liq ma'lumotlarni beramiz. Buni shaxsan Ulug'bek akamning o'zlari sizlarga bu borada yordam beradilar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, fikrlaringizni kommentariyada kutamiz.